Erkak ayol energiyasi haqida juda ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ayol energiyasi nima, erkak energiyasi nima? Agar bizda erkaklik energiyasini uyg'otishga bo'lgan moyillik bo'ladigan bo'lsa, erkaklik energiya tezlikda o'sib ketadi va ayollik energiyasiga putur yetishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam hamma narsaga o'zi qaror qilishni boshlash. Albatta ayollar qilish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirmadim men. Har kuni o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolishni o'rganing. To'g'ri gapira olish deganda nimani nazarda tutyapman? Hech qachon gapini bo'lmaslikka harakat qiling. Sizning gapingiz ham oxirigacha tinglanish huquqiga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Assalomu alaykum qadrlilarim. Bugun yana sizlarga ayollikni go'zallashtiradigan va har qanday yoshda ham jozibali bo'lib qolishni sizga o'rgatadigan maslahatlar bilan davom ettiramiz. Erkak ayol energiyasi haqida juda ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ayol energiyasi nima, erkak energiyasi nima? O'zi aslida har bir insonda, ya'ni ayolda ham, erkakda ham ayol energiya, erkak energiya ikkalasi ham mavjud. Bugungi kunda juda ko'p eshitadigan narsamiz ayollarni kuchli bo'lishga undash. Umuman bolalikdan ham juda ko'p qizlarimizni kuchli bo'lishing kerak, yig'laganingni ko'rsatmagin, doim kulib turgin, nima bo'lsa ham ichingga yutgin deb kuchli bo'lishga o'rgatish doimiy ravishda davom etib kelayotgan narsa. Lekin bu aslida qanchalik to'g'ri? Ayol o'z nomi bilan ojiza qilib yaratgan va erkaklarga esa kuchlilik berilgan. Endi ayol kishini energiyasi erkak kishiniga nisbatan 9 barobar kuchli ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, agar bizda erkaklik energiyasini uyg'otishga bo'lgan moyillik bo'ladigan bo'lsa, erkaklik energiya tezlikda o'sib ketadi va ayollik energiyasiga putur yetishni boshlaydi. Bunday holatda ayollarda qo'pollik, ayollarda shartakilik va albatta turmush o'rtog'iga yoqmaydigan holatlar yuz berishni boshlaydi. Ovozni baland qilish bu erkak kishiga xos narsa, lekin ayollarda ham tez uchrab turadigan narsa. Yoki bo'lmasam hamma narsaga o'zi qaror qilishni boshlash. Yoki bo'lmasam hamma narsani man qilsamgina to'g'ri bo'ladi deb hamma narsani o'z nazoratiga olishga harakat qilish. Bu ham ayollarda erkaklik energiyasi o'sib ketayotganidan darak beradi. Albatta ayollar qilish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirmadim men. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Agar o'zingizda shu holatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, demak birpas to'xtab o'ylab ko'ring. Siz qaysi tomonga ketyapsiz? Buni jiddiy yana yomon tomonlari shundaki, ayollik energiyasi pasayib ketishi albatta ayol sog'ligiga juda katta ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni ayol jinsiy organlariga katta xavf tug'dirishni boshlaydi. Hattoki kistamioma va rak kasalliklariga ham olib kelish ehtimoli juda ko'p. Shunchalik tajribamda buni qayta guvoh bo'lib kelyapman. Munosabatlarda esa turmush o'rtog'ingizni sizdan uzoqlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'zingizga ba'zan bo'ladi ayollar aytishadi, o'zimga o'zim yoqmay ketyapman. Bilmadim nima bo'lyapti, lekin o'zimga o'zim yoqmayotganimni his qilaman. Ya'ni bu aynan sizga signal. Siz boshqa tomonga ketayotganingizdan, siz umuman boshqa yo'nalishga chiqib ketganingizdan darak beradi. Bunday ayollar turmush o'rtoqlarini o'zlaridan uzoqlashtirishga va hattoki munosabatlari ajrim yoqasigacha kelib qolishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Xo'p, bundan qanday chiqish mumkin? Nimani yaxshi ko'rasiz? Nimani mazza qilib qilasiz? Ana shu narsani topishga harakat qiling. Chunki ayol kishi mazza qilganda, unda ayollik energiyasi juda ham yuqorilashni boshlaydi va bu albatta har tomonlama sezilishi boshlaydi. O'zingiz yoqtiradigan mashg'ulot toping va o'zingizni qanday narsalar bilan yoki qanday holatda sokin his qilishingizni o'ylab ko'ring. O'sha ishlar bilan shug'ullanishni boshlang. Bir kunda bir marta, bir haftada bir marta farqi yo'q, lekin siz uni kirgizishni boshlang hayotingizga. Har kuni o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolishni o'rganing. Hech bo'lmaganda yarim soat, 1 soat. O'zingizga savol bering. Hayotdan maqsadingiz nima? Va siz qayerga qarab ketyapsiz? Va oynaga qarab o'zingizga yaxshilab nazar soling. Qat bilan o'zingizni kuzating. O'zingiz ham bunaqa o'zgarishlar borligini sezishni boshlaysiz. Vanna qabul qilishni o'rganing. Bu juda ham zo'r relaksatsiya beradi va ayollik energiyasini ko'tarishga yordam beradi. Kitob o'qing. Albatta, kitob tafakkurni rivojlantiradi. Bu ham ayolga ham erkakka foydali bo'lishi bilan birgalikda ayolda o'zi bilan o'zi bo'lishga, o'zini ichiga sho'ng'ishga yordam beradi va tafakkurini, diqqatini bitta joyga jamlab, uni energiyasi ko'tarilishiga olib keladi. Har qanaqa kitob sizga yoqadigan mavzudagi kitob bo'lishi mumkin. U bo'lishi mumkin sizning ish sohangizdagi bo'lishi mumkin, sizni samaraligingiz, ya'ni o'zingizni rivojlantirishda yordam beradigan kitob. Farqi yo'q. Asosiysi siz o'zingizni maza qiladigan holatingizda maza qiladigan yo'nalishingizni topishingiz kerak.
Bu ayollik energiyasini oshirib beradi. Ayollik energiyasi joyida bo'lgan ayollar erkaklar bilan muloqotda hamma narsani kontrol qilishni yoqtirishmaydi. Agar sizda kontrol qilish, ya'ni nazorat qilish bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan nimanidir maslahatlashdingizda, endi uni nazorat qilishga o'tdingiz. To'g'ri qilinyaptimi, noto'g'ri qilinyaptimi? Bu noto'g'ri narsa. Har qanaqa holatda ham mayli, agarda shu paytgacha ba'zi ayollar aytadi, agar men nazorat qilmasam, umuman bir yomon tarafga hal bo'ladi bu ish. Agar men aralashuvim bo'lmasa deyshadi. Mayli bir marta, ikki marta shunday bo'lishi mumkin. Lekin siz qachonki turmush o'rtog'ingizga ishonch berib va siz ayol ekanligingizni o'zingiz ichingizdan tan olib his qilsangiz, turmush o'rtog'ingiz albatta uddalaydi. Va siz kutganingizdan ham a'lo darajaga olib chiqishi mumkin o'sha natijalarni. Ayol energiyasi joyida bo'lsa, hech qachon erkakdan oldinga tushib yugurmaydi. Ya'ni erkakni qo'llab-quvvatlashi mumkin, lekin uni har doim boshqarishga urinib va men bilaman qanday to'g'ri ekanligini deb oldinga tushib harakatlanmaydi. Maslahatchi bo'ladi, qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Lekin hamma erkak qilish kerak bo'lgan narsalarni erkak o'zi qilishiga ishona oladi. Ayollarda mana shu ishonch yetishmaydi. Ayniqsa turmushga chiqqandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin farzand tarbiyasida ayollarda juda ko'pincha mana shu holat yuz berishni boshlaydi. Chunki farzandlarni nazorat qilish, farzandlarni har bitta ishini tekshirish yoki bo'lmasam ogoh bo'lish, ularni har bitta narsada podдержка qilish sezilar sezilmas turmush o'rtoqqa nisbatan ham o'tib qolishi kuzatiladi. Va ana shunaqa paytda adashtirib qo'yishlar bo'ladi-da. Turmush o'rtog'i bilan konfliktlar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Shunday ekan, o'zingizni ayollik energiyasiga qaytishga harakat qiling va albatta turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizni garmoniyaga keltirishga bu juda katta yordam beradi. Gapira olish. Hayron bo'lishingiz mumkin, bu nima ekan deb. Aynan shu narsa juda ham katta konfliktlar yoki bo'lmasam aksincha muzokaralarni yaxshi yo'nalishga olib borishga yordam beradigan narsa. To'g'ri gapira olish deganda nimani nazarda tutyapman? Ayol kishi o'zi ayollar tabiatan ko'p gapiradi deyshadi. Bu haq gap. Lekin aynan erkakligi ayollarda yoqmaydigan narsa ham shu. Ko'p gapiradigan ayollar. O'zi ayollar nega ko'p gapiradi? Ko'pincha o'zini haq ekanligini isbotlash uchun ko'p gapirishga urinishadi. Va yana bir holat, agarda suhbatda ozgina pauza bo'ladigan bo'lsa, go'yoki shu pauzani yo'qotib yuborish uchun, ya'ni bu sukunatni yo'qotib yuborish uchun kerak emas mavzuda gap aralashtirishga harakat qilishadi. Ba'zan shu pauzalar ham kerak ekanligini unutib qo'yishadi. Demak, suhbat qurilayotgan paytda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalarni ko'rishingiz kerak. Juda ko'p gapiradigan ayollar har doim ham hurmatga loyiq bo'lmaydi. Ayol kishi har doim sirliligini saqlab qolishi kerak. Erkak psixologlarning o'zidan ham maslahat berilgan paytda kuzatiladigan narsa, ayollardagi aynan sirlilik oxirigacha oshkor bo'lmaslik erkaklarni doim ularga tortib turadi. Ya'ni siz har doim hamma narsani men ko'p gapirsam yoki bo'lmasam men gapirsam, men aytsam, men nimanidir oldinga intilish orqali, ya'ni ko'pincha o'zlarining fikrlarini gap bilan ko'rsatishga harakat qilishadi. Agar shunday qiladigan bo'lsam, turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylashadi. Lekin ba'zan bo'ladi, erkaklar o'zi tabiatan kam gap bo'lgani uchun ularga kam gaplik yoqadi. Gapirishni bilish degani to'g'ri joyda to'g'ri gapni ayta olish. Kerak paytda kerak so'zni ishlata olish. Kerak joyda sukut saqlashni bilish. Agarda suhbat davomida sizdan so'ralayotgan savolga javob berganingizda qisqa va lo'nda javob berishni o'rgansangiz, bu sizga juda ham katta plyus olib keladi. Sukunat kerak bo'lgan joyda hech qachon birinchi bo'lib gap boshlashga harakat qilmang. Balkim sizni qarshingizdagi suhbatdoshingiz aynan shu sukunatda nimanidir o'ylayotgan yoki bo'lmasam sizga nimadir fikr bildirmoqchi bo'lishi mumkin yoki sizni oldingi gapingizni tahlil qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunday ekan, demak, sukut saqlashni bilish kerak. Va sizga berilgan savolda har doim birinchi nafas olib, fikrlab olib, keyin javob berishni o'rganing. Birdaniga gapirib ketish bu noto'g'ri narsa. Agar men hozir birdaniga javob bermasam, men o'ylab topgandek tuyulishi mumkin deyshadi ba'zi ayollar. Yo'q, unaqa emas. Ozgina pauza, ya'ni ozgina sukunat va undan keyin gapirish sizga diqqatni yana ham tortadi va sizni har bitta gapingiz jon quloq bilan eshitilishni boshlaydi. Ana shunday holatlarni agar o'zingizda kashf qiladigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizga juda ham yaxshi suhbatdosh bo'lasiz. Turmush o'rtog'ingiz gapirgan paytda hech qachon gapini bo'lmaslikka harakat qiling. Gapirishni biladigan ayol
ko'p gapiradigan yoki kam gapiradigan ayol emas, eshitishni biladigan ayol aslida. Ya'ni har doim har qanaqa suhbatni oxirigacha eshitishni o'rganing. Fikringiz juda ham jamlanib ketgan bo'lsa ham, telefoningizga zametkaga yozib oling yoki bo'lmasam fikringizni ushlab turing. Chunki birinchi o'rinda suhbatdoshni gapini oxirigacha yetkazish, kutish bu birinchidan hurmat, ikkinchidan o'zingizni qanchalik sabrli ekanligingizni ko'rsatish. Chunki siz bilmaysiz, men bildim, nima gap bo'lishini bilaman deb turib ba'zan ayollar bo'lib qo'yishadi, lekin bilmaysiz. Oxirgi so'z sizni fikringizni o'zgartirib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun har doim gapni oxirigacha eshitishni o'rganing. Ayollarda aynan shu holat yetishmaydi. Har qanaqa fikringiz bo'lsin, oxirida gapirib bo'lgandan keyin fikringizni bildirishni o'rganing. Bu sizga ham hurmat, ham siz tinglaganingiz uchun sizni gapingiz ham oxirigacha tinglanish huquqiga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Ya'ni erkaklarga ko'p gapiradigan emas, tinglashni biladigan ayollar yoqadi. Shuning uchun tinglashni bilish ham bu katta san'at. Ba'zan savol berishadi menga, qanaqa qilib 2 soat, 4 soatlab konsultatsiya o'tasiz? Qanaqa qilib shuncha tinglashingiz mumkin? Aynan shu tinglashimni o'zi menga yechimni tezroq berishimga yordam beradi. Siz ham o'zingizni sinab ko'ring. Ba'zan tinglash gapirishdan ko'ra ancha foydaliroq ekanligini his qilasiz. Xotirjam bo'lish. Xotirjamlik har qanday insonni boshqacha ko'rsatadi, ya'ni ajralib turishga olib keladi. Xotirjam insonlar boshqalarni ham o'ziga magnitdek torta oladi. Nima uchun? O'zingiz o'ylang. Siz xavotirda, doimiy suvetida yuradigan insonni oldida tursangiz, qanaqa his qilasiz o'zingizni? Va sokin, xotirjam insonni oldida qanaqa his qilasiz? Erkak kishi ham ayol kishining oldida xuddi shunaqa his qilishi kerak o'zini. Xotirjam ayolning yonida xotirjam erkak bo'la oladi. Erkak kishi ayol kishi bilan gaplashganda yoki ayolning yoniga kelganda, undagi xotirjamlik erkakdagi hattoki oldindan bo'lgan ichki tug'yonlar yoki asabbuzarliklar bo'lgan bo'lsa, ularni ham sokinlantira olishi kerak. Har qancha sizni asabingiz buzilgan bo'lmasin, har qancha kayfiyatingiz yo'q bo'lmasin, lekin turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashayotgan paytda, umuman erkak kishi bilan gaplashayotgan paytda xotirjamlikni saqlab turish juda katta foyda beradi. Va bu yuqumli, ya'ni turmush o'rtog'ingiz ham o'zini sizni oldingizda o'z-o'zidan sokin his qilishni boshlaydi, xotirjamlikka kelishni boshlaydi. Bu uni fikrlari teranligiga va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. O'zi qanday ayollar sokin ayol bo'la oladi? Sokinlikni yarata oladi. O'ziga ishongan, o'zini aniq nima xohlashini biladigan va turmush o'rtog'isiz men hech kimman degan fikrni o'zida umuman olib tashlagan ayollar. Ya'ni erkaklar men sensiz yasha olmayman deydigan ayollarga unchalik ham talpinishmasligini bilib qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Ba'zan ayollar, erkaklar ham bir-birlariga men sensiz yasha olmayman, men sensiz hech kimman degan gaplarni gapirishganda o'ylashadiki, opponentni, ya'ni o'zlarini ikkinchi vakillarini shunday qilib diqqatini tortishi mumkin deb o'ylashadi va ba'zan o'zlari ham ichida xuddi shunaqa fikrda bo'lishi mumkin. Lekin bu juda katta xatolik. Ya'ni o'ziga ishongan sokin ayol hech qachon bunaqa fikrda bo'lmaydi. Ya'ni men sen bilan, men siz bilanman, buni xohlaganim uchun degan xohish ichida bo'ladi va buni aks ettira oladi. Men sensiz yasha olmasligim uchun, men sizsiz yasha olmasligim uchun siz bilanman degan narsa umuman noo'rin. Bu qaysidir ma'noda manipulyatsiyaga o'xshaydi. Ya'ni men sensiz hech kimman, shu uchun sen meni tashlab ketmasliging kerak. Men sensiz hech narsa qila olmayman, shu uchun sen meni yonimda bo'lishing kerak degan narsa, ya'ni bu qaysidir ma'noda shartlilik bor va turmush o'rtog'ingizni aksincha sizdan uzoqlashtirishga olib keladi. Ya'ni bu erkinlik degani emas. Men sensiz hech kimman degani erkinlik degani emas. Shuni bilib qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Va o'zingizga savol bering. Biz bu dunyoga yolg'iz kelganmiz va yolg'iz ketamiz. Bizni juft qilib yashashga Alloh izn berdi. Va bu usiz yasha olmaslikni bildiradigan holat emas. Shunchaki bir-biringizga garmoniyada yashashni o'rganishingiz kerak. Lekin o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz kerak. Erkaklarni ayollarda jalb qiladigan narsa aynan mana shu. O'zini nima xohlashini aniq biladigan va o'ziga ishongan, o'z holicha bo'la oladigan
o'zicha bo'la oladigan ayollarni erkaklar yaxshi ko'rishadi. Bunday ayollarni erkaklar hurmat qilishadi va e'zozlashadi va aynan shunday ayollarni yo'qotishdan qo'rqishadi. Chunki bu ayollar ham xotirjam, ham erkak kishi kelganida uni yana ham xotirjamlikka olib kela oladigan, uni eshita oladigan, uni hurmat qila oladigan va o'z fikrini ham chiroyli bayon qila oladigan ayollar. O'zini narxini biladigan, ya'ni o'zini qiymatini biladigan ayollar, nima xohlashini biladigan ayollar erkaklar tomonidan har doim hurmatda va e'zozda bo'ladi. Bu uchun siz o'zingizga savol bering. Men bu hayotga nima uchun dunyoga kelganman? Va bu hayotdan maqsadim nima? Nimaga qarab ketyapman? Bu inson men uchun nimaga berilgan? Nima meni ushlab turibdi bu inson bilan? Nima meni bog'lab turibdi bu inson bilan? Faqatgina farzand, nikoh yoki bo'lmasam uy emas, xarakter tomonidan nima uchun bu inson bilan men birgaman va Alloh qaysi xislatlarimizni birlashtirish uchun bizni birga qilgan? Ana o'sha narsalarni qidirib topishni o'rganing va siz albatta topasiz. Ishoning, bu fikrdan keyin siz turmush o'rtog'ingiz bilan yana ham yaqinroq va yana ham chiroyliroq munosabatlarga chiqa olasiz. Turmush o'rtog'ingiz ham sizdagi sokinlikni, sizdagi xotirjamlikni, sizdagi aniq maqsadlar borligini ko'rganida, ya'ni siz unga aytishingiz shart emas. Hamma narsa energiya orqali berilishini bu yangilik emas, hamma biladi. Siz o'zingiz uchun bu narsalarni kashf qilganingizda, turmush o'rtog'ingiz noodatiy tarzda qanaqadir qilib bu narsalarni his qilishni boshlaydi va sizga qiziqishni boshlaydi. Oldin qiziqmagan erkaklar, oldin hattoki xabar olmaydigan erkaklar ham ayollarini qidirib qolishni, sog'inib qolishni va hattoki soatlab suhbatlashishni xohlaydigan erkakka aylanib qolishadi. Bu hammasi ayol o'zini ustida ishlaganidan darak. Siz kimnidir kopiyasi bo'lishga intilmang, kimgadir o'xshashga intilmang. Ichki o'zingizni toping va har bir insonni Alloh o'zgacha qilib yaratganini hammamiz bilamiz. Agarda butun dunyodagi insonlarni qo'l izlari bir-biriga o'xshamas ekan, takrorlanmas ekan, biz ham takrorlanmasmiz. Ana shu o'zingiz ichingizdagi takrorlanmaslikni toping va albatta unga intilishga harakat qiling. Ana o'sha haqiqiy sizsiz. Tashqaridagi kimnidir kopiya qilish yoki bo'lmasam kimgadir o'xshashga harakat qilish yoki taqlid qilish bu sizni o'zligingizdan chiqarib yuboradi. Va ko'pincha keyin savollar bo'ladi. Nimaga turmush o'rtog'imga men qiziqmasman? Chunki siz o'zingiz emassiz, siz kimnidir kopiya qilyapsiz-ku. Kopiya bu har doim kopiya, original emas. O'zingizni ichingizdagi original meningizni toping va unga savol bering. Sen o'zing nimani xohlaysan? Senga nima qiziq? Senga nima bersam, sen zavqlanasan. Turmush o'rtog'ingiz ham baxtli bo'la olishingizni o'zingizga isbotlang birinchi o'rinda. Ana o'shanda siz qo'rquvlardan, yo'qotib qo'yish qo'rquvidan, ajrashib ketish qo'rquvidan xalos bo'lasiz. Ana shunda turmush o'rtog'ingiz ham qo'rquvsiz ayolning oldida bo'lgisi keladi va xotirjamlik taraladigan ayolning oldida erkak kishi o'zini xotirjam his qiladi va siz bilan soatlab vaqt o'tkazgisi ham, gaplashgisi ham va hattoki aylanib yurgisi ham kelishni boshlaydi. Bunaqa holatlar nafaqat yoshlarda, 50 yoshdan oshgan o'quvchilarimizda ham kuzatiladi. Shunday ekan, o'zingizni meningizni topishni o'rganing. Ayol kishini har qanaqa yoshda jozibali qilishga yordam beradigan maslahatlardan foydalanasiz degan umiddaman va albatta o'z fikringizni, o'zingizda tajribangizda qo'llagan amaliyotlardan nimalarni kuzatdingiz, shular haqida ham yozib qoldirsangiz, xursand bo'lamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.